Xudoning kalomi o'z kuchini yo'qotdi demoqchi emasman. Ammo Isroildan bo'lganlarning hammasi Xudo xalqi emasdirlar. Ibrohim zurriyotidan bo'lganlarning hammasi Ibrohim bolalari emasdirlar. Balki Xudo Ibrohimga aytganidek, sening zurriyoting Ishoq orqali ko'payadi. Demak, Xudoning farzandlari tabiatan tug'ilgan bolalar emas, faqat ilohiy va'da bo'yicha tug'ilganlar haqiqiy zurriyot hisoblanadilar. Xudoning Ibrohimga bergan va'dasi ana shunday edi. Kelgusi yil shu vaqtda men kelaman va Soroning bir o'g'li bo'ladi. Bunga o'xshab, Rifqo bibi ham egiz o'g'illarga homilador bo'lgan edi. Ular bitta otadan, ya'ni ulug' otamiz Ishoqdan edilar. Bu bolalar hanuz tug'ilmagan va yaxshi yoki yomon biron ish qilmagan vaqtda Xudo Rifqoga, kattasi kichigiga qul bo'ladi degan edi. Demak, Xudo birovni tanlaganda uni o'zi bilganidek savob ishlaridan qat'iy nazar yorlaqaydi va da'vat etadi. Xudo Tavrotda aytganidek, men Yoqubni sevdim, lekin Esovdan nafratlandim. Bunga nima deymiz? Xudo nohaqmi? Aslo. Mana Xudo Musoga nima degan? Marhamat etganimga marhamat etaman. Rahm aylaganimga rahm aylayman. Shunday qilib tanlanish insonning orzu yoki tashabbusiga emas, balki Xudoning marhamatiga bog'liqdir.